Assalomu alaykum. Mana xudo xolasa qish quyishni boshladik. Ya'ni gazablok quyishni boshladik. Ruchnoy liniya bo'lgani uchun ruchnoy olinib tashlavering. Bunda qolibgan. Kecha yangi yo'lda konch sementdan chiqazolmadik. Xullas konch sement chiqmadi. Hozir Begovatga kelib bu yerda ham konch sement olib kelib qo'yishibdi mana shu konchdan. Endi hozir boshqa sementlarni ham olib kelishdi, nariroqda turibdi. Xudo xolasa. Mana sementlarni ham olib kelishdi. Yasin bilan 550 marka olib kelishibdi. Ularni ham quyib ko'ramiz. 3 zapravkaga 3 xil mahsulotdan foydalanmoqchimiz. Nechta soldilar? Bularda ham qumi boshqa mana. Qumda ham farq bor. Sallay qarog'imi bilmayman qumi. Cho'lli qum ekan. Qoliplarimiz tayyor. Ozgina aralashib olsin. Solinchi alyuminiy pudrani. Bu yerda pampir ishlatyapmiz. Xudo xolasa 200 grammdan. Ha, solavering. Ichkariga to'kib yuboring, changiydi, ha. Yapıyor. Tezlaş endi. Yo'q, bor hozir.